Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana Xudo xolasa bizda navbatdagi kosmoslarimiz tayyor bo'ldi. Ularning ichida Buxoroga, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent hamda qo'shni davlat Tojikistonga ham jo'natadiganlarimiz bor. Qisqacha ko'rib chiqsak, bu 2 metrga 2 metr razmerdagi mokriylangan maloshni qilib tayyorlaganmiz. Navbatdagisi hovun shaklida deb qo'yamiz. Bu 2,5 metrga 1,5 metrga qilib tayyorlangan. Navbatdagi kosmosimiz bu sherigi buni bu yerda kichikroq joylar, kichikroq ob'yomdagi joylar uchun 1,2 ga 1,2 qilib tayyorlaganmiz. Bu ham juda bir chiroyli holatda chiqqan. Navbatdagisi hammasi uygan qora rangdagi kosmosimiz 1,80 ga 1,80 razmerda. Bu yerda 1,40 razmerdagisi bor. Va bu o'zgacha chiroyli holatda turgan kosmosimiz. Buni kosmosdan kelinchagi deb qo'yamiz. Bu 1,80 ga 1,80 razmerda. Navbatdagi kosmoslarimiz 1,80 lik, bu ham mokriy rangda, 1,20 ligi bor bu yerda. Obunachilar, bu kosmoslarimiz har biri 8 metrgacha bo'lgan ob'yomdagi joylarni yoritib berish quvvatiga ega. Bizda Xudo xolasa bu aytilgan razmerlardan tashqari boshqa istalgan razmerda ham kosmoslar tayyorlab berish imkoniyatimiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib yasab yetkazib beramiz.